Bor yo'g'i 70 ming so'mdan boshlangan ekan. Qadrdonlar sifatini bitta tekshiramiz. Ular TVdan tashlab olsalar ham hech narsa bo'lmaydigandan bo'ladi. Alinor brendi ishlab chiqarilyapti ekan. Eshik romlar option. Qadrdonlar, bu yerda donabey sotilmaydi, faqat option sotiladi. Xo'sh, narxga keladigan bo'lsa, 3 ko'zli romlarimiz oynaga 2 qavat bo'ladi. Plastan yasalgan, narxi 420 ming so'mdan. Bir 20 razmerda bor. Hammasini narxi bir donasi 420 ming so'mdan. Xo'sh, bundan tashqari 4 ko'z romlarimizga keladigan bo'lsa, qadrdonlar, narxi 520 ming so'mdan. Xohlasangiz desh ko'zlari ham bor. Mana katta romlarimizda bor ekan. Ularimizni narxi qadrdonlar, narxi 910 ming so'mdan. Manzil Farg'ona viloyati Qo'qon ishlab chiqarish zonasidan bo'lyapti. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. To'g'ri eshitdilar, qadrdonlar. Narxi 420 ming so'mdan 3 ko'zlilari, 4 ko'zlilari 520 ming so'm. Bundan tashqari plastan yasalgan eshiklar ham bor ekan. Ikkala tekkasida temiri bo'ladi, o'rtasi esa alkafonni bo'ladi. Razmer 60 dan 90 gacha, balandligi 1.70 dan 2 metrgacha ekan. Buni sifati qanday deganlarga bemalol 100 kilo odam osilsa ham hech narsa qilmaydigandan bo'ladi. Biz narxga keladigan bo'lsak 540 ming so'mdan 10 xil razmerda bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.